ayol kishi erkakning urushida ayol kishidan ham sabablar bor. Ya'ni ayol tomonidan qilinadigan sabablar ayolning ichidagi erkakka nisbatan kibri. Ayol solishtiradi uni. O'zining otasi bilan yoki kuchliroq meni akalarim unday, ukam bunday yoki dugonamning eri unaqa, bunaqa, shu ham erkakmi degan kibri bo'lgan paytida erkak ongsiz ravishda buni sezadi, uning ruhi his qiladi va ayolini joyiga keltirib qo'yish uchun, o'zining erkakligini isbotlash uchun u yana urushdan foydalanadi. Chunki boshqachasiga ayolni rozi qila olmayapti. Ayolning ko'ngli to'lmayapti. Ikkinchisi esa ayoldagi o'ta kuchli aybdorlik. Yoshligidan ayblangan, o'zini bechora his qilgan va jabrlanuvchi qiyofasi. Ayol kishi jabrlanuvchi qiyofasiga tushib olganda uning sevgi tili shu bo'lib qoladi. Meni qiyna, meni jabrla. Ana shunda men o'zimning maqsadimga erishaman, ana shunda men o'zimni to'kis his qilaman degan signalni taratadi. Va ayol kaltak yegandan keyin o'zining manfaatlariga erishib boshlaydi sekin-sekin. Har urgandan keyin u nimagadir erishadi.